Yaqında Xitoy axborot turlarining xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi atalmish töven kirimlik oilalarning turalg'i qiyinchiligini yaxshilash degan bahona bilan 2018-yildan 2020-yilgacha butun Sharq Turkistondagi shahar bozorlarda 1,281,000 yurish arzon baholiq ijara uy qurilishi tamomlagan. Atalmish arzon baholiq ijara uylar texmi ko'p oilalarning tinch yashash orzusini amalga oshirdi deb madihalangan. Halbuki atalmish amin uy qurilishi chet ellardagi kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'urlarni uy zaminlaridan ayirib, ularni ma'lum bir rayonga to'plash, ularni iqtisodiy kir manbasidan ayirishni maqsad qilgan. Ilgari bu vaqtda Sanji, Michuan, Aqsu, Xotan, Qomul va boshqa joylardagi avlod yashab kelgan zaminlardan majburiy qo'g'langan Uyg'urlar arzon baholiq ijara uylarda o'tirishga majbur bo'lganligi xabar qilingan. Bundaq arzon ijaralik amin uylari janubdagi 4 viloyat va oblastda muhim qurilish sifatida yo'l qo'yilgan bo'lib, hozirgacha ommaviy turalg'i rayonning 60% ni egallab bo'lgan. Yaqında Xitoyning har qaysi xabar to'rbatlarida tarqatilgan xabarda Sharq Turkistonda yezi turalg'i qurilish turlarining tamomlash nisbati 54,94% ketib, 2020-yilda 75,000 yurish uy bitganligi, uy ko'lami 40-60 kvadrat metr ekanligi, yillik planning 94%dan ortiq o'rindalganligi xabar qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'ur xalqini o'z makonlaridan, yerlaridan majbur ayirib, qatnash qolaysiz, turmush aslalari nachar, atroflari echilmagan qaqasliq joylarga o'tkab, taraqqiy qilishdan to'sib ibtidoiy holatda qoldirish degan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda 2017-yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishni boshlagandan keyin, ichki o'lkalardan Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelsa, har xil yuqori imtiyoz, ya'ni xizmat, uy, yer, naqd pul qatorliqlar bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan. Hozir ko'chib kelgan Xitoylarga bekorlik uy, bekorlik yer berilganligi haqidagi videosining ko'rinishlari, e'lonlari ochiq-oshkora Xitoy to'rbatlarida tarqalmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump bugun Twitterda o'zi va ayoli Milananing Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini, karantinga ilinib davolash boshlanganligini e'lon qilib, ayoli bilan birlikda bu virusni yengib, pat orada asli kelganligini bildirdi. Trump 31 yoshli katibi Umid Hicksga Xitoy virusi bilan yuqumlanganlik diagnoz qo'yilgandan keyin tekshirtgan. Hicks yaqinda Trump bilan birga havo armiyasi 1 nomli alohida aeroplanda Ohio shtatiga berib, 2020-yildagi prezident saylamining tunji televiziya munozarasiga qatnashgan. Ondan Minnesotaga berib saylan faoliyatiga qatnashgan. Shu yerda Umid Hicksda kasallik alomatlari paydo bo'lgan va karantin qilingan ekan. Trump 74 yoshda bo'lib, kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi tarafidan aniqlangan yuqori xatarlik guruh doirasiga tabi ekan. Lekin Oqsaroy doktori Trumpning ahvolining yaxshi ekanligini, prezidentlik vazifasini davomli o'rindaydiganligini, ayoli Milananing Oqsaroyda karantinga ilindiganligini hamda prezidentning asli kelish jarayonida to'solg'usiz vazifasini davomli ado qilishni umid qildiganligini, eng yangi salomatlik ahvolini vaqtida yangilab turdiganligini bildirdi. Ikkinchi qatimliq prezident munozarasi 15-oktyabr Florida shtatining Miami shahrida o'tkazilgan bo'lib, hozircha Trumpning Xitoy virusi bilan yuqumlanganlik diagnozining bu munozaraga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi noma'lum. Birinchi oktyabrda Amerika parlamentining a'zosi Scott Perry Avom palatasida bir qonun loyihasini o'tirib qo'yib, Xitoy Kompartiyasini davlat halqagan tashkillangan jinoiy tashkilot deb bekitilishini, qaratmalik bo'lgan zarba berish va jazo qo'llanishini talab qilgan. Scott Perry Xitoy begunoh kishilarni majburiy tutib, xalqlarni qonliq bostirish, milliy madaniyatini o'zgartirish, ona tilini amaldan qoldirish, vijdon mahbuslarining a'zolarini majburiy yig'ib olish qatorliq kechirgisiz jinoyatlarni qonunlashtirib keldi. Xitoyning jinoyatdan qochib qutulishidagi sabab bo'lsa, Xitoy Kompartiyasini Xitoyning qonunli hukmroni deb qaralganligida. Shunlashqa oldi bilan Xitoyning oshkora va yoshirin o'tkazgan jinoyatini oshkorlab, jazo tadbirlarini qo'llanib, Xitoy Kompartiyasi va uning agach kuchlarini sudga tortish kerak. Xitoy Kompartiyasini oqlashga bo'lmaydi. Qonun tarafidan kechirim qilinishga texmi bo'lmaydi. Chunki u Xitoyni boshqaryotidi. Xitoy Kompartiyasi o'zlarining Xitoyning qonunli hukumat ekanligini o'tirib qo'yganlik uchun javobgarlikdan qutula oladi. Uyg'urlarni qonliq bostirish va jazo lagerlari qatorliq hammaylarga ayon bo'lgan har xil qo'rqinchli jinoyatlardan qochish, Falun Gong va ishki Mo'ng'ul xalqlariga ziyonkashlik qilish yoki Tibetni kontrol qilish bo'lsin, barliq jinoyatlar cho'qim to'xtatilish kerak. Shunga Xitoyni davlat talqagan tashkillik jinoyat guruhi deb bekitish taklifini berganligini, Xitoyning jinoiy qilmishini dunyo e'tirof qilishi va qarshi turish kerakligini, Amerika cho'qim boshlamchi bo'lish kerakligini so'zladi. Scott Perry o'tirib qo'ygan yangi qonun loyihasi qaqti-so'qti qilish va parixo'rlikqa qarshi turish qonunini asos qilib, Xitoyni qora guruhga o'xshash davlat talqagan jinoiy tashkilot guruhi deb bekitib, Xitoy Kompartiyasining egalik huquqini bekor qilib, mayli Xitoyda bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin, Xitoy kommunist amaldorlarining hammasi cho'qim Kompartiyasiga vakolatan elib berilgan kishilik huquq tafsanchiligi qatorliq jinoyatlarning jazosini tortish kerak.
Xitoy virusining tarqalishiga yarim yil bo'ldi. Ammo virusning bolalarga qanchalik ta'sir ko'rsatadiganligi texnicha noma'lum. Bolalarning yuqumlanish xavfi cho'nglarga qaraganda qanchalik? Qizish va burnidan so'yiqish zukam alomatimi yoki Xitoy virusining alomatimi? Ular alomatsiz to'shig'ichimi? Virusni uyga kelib kelamdi qatorliq masalalarda olimlarning yangi bayqashlarini ko'rib boqaylik. Angliyada Xitoy virusi yuqum ahvoli qisqa vaqt pasaygan bo'lsa-mu, sentabr oyida yuqumlanganlar shiddat bilan ko'paygan. Maktab burunqidek normal o'qish boshlagan. Nurg'un ota-onalar bolalarini qo'g'dash bilan o'qishni davomlashtirish o'rtasida ikkilanmoqda. Sentabr oyida Angliya boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qish ochilgandan keyingi 2 hafta ichida yuzlagan maktablarning Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgan va darsxonalarni taqashqa, bolalarni uyda karantin qilishga majbur bo'lgan. Angliya ommaviy sog'lomlik sonliq ma'lumotlariga qaraganda 3-oydan 7-oygacha Xitoy virusi tarqalganda yuqumlangan bolalar umumiy sonning 1% ni egallagan. Lekin Angliya davlatlik statistika idorasining 25-sentabrdagi sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar ichida Xitoy virusi bilan yuqumlangan bolalarning nisbati o'tgan necha oyga solishtirganda 7 oshgan. Tadqiqotda bayqalishicha, bolalar Xitoy virusi bilan yuqumlangan taqdirdami ziyni intayin kichik bo'lib, faqat yeni kasallik alomatlari ko'rilgan. Bolalar virusni keng ko'lamda tarqata olamdi yo'q, bu butkul dunyodagi ota-onalar ko'ngil bildigan masala. Har qaysi davlatlardan kelgan olimlar tadqiq qilyapti. Hozircha aniq yakun yo'q. Odatda ko'pincha bolalarda virus musbat bo'lsa-mu, kasallik alomati bo'lmag'achqa ular ön-tinsiz tarqatquchi bo'lishi mumkin. Ammo cho'nglarning bolalar tarafidan yuqumlanish ehtimolligi to'van deb qaralgan. Bu so'zni qo'llaydigan bir nazariya shuki, bolalarning nafaslanishi cho'nglardan kichik. Ularning bo'yi pakar bo'lg'achqa nafaslangan, yutalganda burnidan va og'zidan chiqqan havo yerga yaqin bo'lg'achqa virus ep yurgan tomchilar tezlik yo'qoladi ekan. Yana bir xil qarash shuki, ko'pincha bolalar Xitoy virusi bilan yuqumlangandan keyin yo'talmaydi ekan. Xitoy davlat bayramini tabriklayotgan kunda Amerika poytaxti Washington rayonidagi o'xshamagan millatdan tashkillangan namoyishchilar 10-oyning biri yer shari kommunizmga qarshi turish kunidagi Xitoyga qarshi turish erkinlikni qo'g'dash faoliyatini o'tkazdi. Xitoyga qarshi erkinlikni qo'g'dash faoliyati dunyodagi 150 dan ortiq tashkilot 61 shaharda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur, Tibet va Hong Kongda kishilik huquq va erkinlik ziyonkashlik qilganligiga o'rtaq norozilik namoyishi o'tkazdi. Amerikaning nurg'un parlament a'zolari qatnashdi. Namoyishda Amerika Davlat Majlisi a'zolari, Uyg'ur, Tibet va Mongol qatorliq namoyishchi omma vakillari ayrim-ayrim so'z qildi. Namoyish maydonidagi Uyg'ur namoyishchilar Korladagi poyezd stansiyasidan noma'lum ishkiri Xitoy o'lkasiga ko'zlari bog'langan, putqo'llari kishanlangan holda yo'tkab mengilgan Uyg'ur mahbuslarga o'xshash ko'k rangli mahbus kiyimlarini kiyib, alohida diqqat qo'zg'agan. Namoyish maydonida yana Uyg'urlarning beshiga kelayotgan lagerga qamalish, qiyin qistoq, madaniyat osmonlasiz qatorliq zulmlarga namoyishchilarning sahnalashtirilishi bilan jonli holda yo'rtib berildi. Yüzlügen kishi qatnashgan bu namoyish orqali dunyo miqyosidagi hukumatlar Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Xitoyning zulmini oyoqlashtirish uchun texnik kuchlik va mos qadamda harakat qilishga chaqirildi. Kaliforniyadan kelgan vakil Scott Perry so'zida Xitoy Kompartiyasini axloqini yo'qotgan razil hokimiyat deb aybladi.